Juda ko'pchilik tadbirkorlar o'rtasida uchrovchi va juda qiyinchiliklarga sabab bo'luvchi holatlardan biri jamiyat ta'sislarini ta'sislar safidan chiqarish masalasi hisoblanadi. Ko'pchilikka ma'lum, jamiyat, ya'ni korxonani tashkil etishda uning ta'sischilari asosiy rolni o'ynaydi va uning faoliyatini nazorat qilib boruvchi organ hisoblanadi va jamiyat tomonidan olingan barcha daromadlar ta'sischilar o'rtasida teng ravishda taqsimlanadi yoki ta'sis shartnomasi belgilangan tartibda taqsimlanadi. Yana bir holat, amaliyotda shunaqangi holatlar uchraydiki, jamiyat ta'sischilaridan biri o'z majburiyatini to'la bajarmaydi va buning natijasida jamiyat katta zararlarni ko'radi. Va ushbu holatda uni, ya'ni jamiyatni ta'sischilar safidan chiqarish masalasi yuzaga keladi. Bu qachon amalga oshadi? Aytaylik, korxonada 2 yoki undan ortiq ta'sischilar mavjud va ta'sischilardan biri o'z majburiyatini to'la bajarmaydi yoki umuman bajarmaydi, harakat yoki harakatsizliklarga yo'l qo'yadi va buning natijasida jamiyat katta zarar ko'rishni boshlaydi, faoliyatda juda qiyinchiliklarga duch kela boshlaydi. Bu holatda boshqa ta'sischilar tomonidan nizo vujudga keladi, jamiyat tomonidan olinayotgan daromadlar shunga qaramasdan ta'sischilar o'rtasida teng ravishda bo'linadi va ta'sischilardan ixtiyoriy ravishda safdan chiqish masalasi qo'yilganda bundan bosh tortish holatlari vujudga keladi va shunga qaramasdan aytaylik, jamiyatning faoliyati qiyinchiliklarga duch keladi. Bu holatda jamiyat ta'sischilarining boshqa ta'sischilarning talabi bilan O'zbekiston Respublikasi Mas'uliyat cheklangan jamiyatlar to'g'risidagi qonun 8-moddasida belgilangan tartibda, ya'ni unda aytib o'tilganki, ta'sischilardan biri o'z majburiyatlarini bajarmagan taqdirda yoki harakat yoki harakatsizliklar natijasida jamiyatning faoliyatiga qiyinchiliklarga yoki faoliyatiga to'sqinlik qiladigan bo'lsa, bu holatda sud tartibida jamiyat ta'sischilaridan chiqarish mumkinligi belgilab berilgan. Ya'ni bu holatda boshqa ta'sischilar ushbu ta'sischining harakatlari yuzasidan, ya'ni o'z majburiyatlarini bajarmayotganligi, harakat yoki harakatsizliklar natijasida jamiyat katta zarar ko'rayotganligini tasdiqlab beradigan bo'lsa, isbotlab dalillar orqali keltirib beriladigan bo'lsa, sud tomonidan ushbu ta'sischi ta'sischilar safidan chiqarilishi mumkin bo'ladi va ta'sischilar safidan chiqarilgandan so'ng uning ulushi boshqa ta'sischilar o'rtasida teng ravishda taqsimlanadi va shu orqali jamiyatni o'rtasida, ya'ni ta'sischilar o'rtasida vujudga kelgan nizoga yechim topish mumkin bo'ladi. Agar sizga ham xuddi shu kabi ta'sischilar bilan bog'liq muammolar, ya'ni korxonaning tashkiliy huquqiy shakli bilan bog'liq bo'lgan nizolar mavjud bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, masalangizga to'liq qonuniy yechim topishingiz mumkin bo'ladi.